Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Navoiy viloyati ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi Nurota tuman bo'limi 2025-yil 1-chorak davomida olib borilgan ishlar yuzasidan to'xtalib o'tilsa. Nurota tuman ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'limi tomonidan 2025-yil 1-chorak davomida jami 62 Nurota va nazorat reyd tadbirlari o'tkazilib, shundan 42 nafar huquqbuzarga nisbatan qonun buzish holatlari yo'lga qo'yilgan. 42 nafar huquqbuzarga 66,750 ming so'm miqdorida jarima qo'llanilgan. Jumladan, tuman bo'limi tomonidan ommaviy axborot vositalari orqali 2 marotaba ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilgan. Shuningdek, 2025-yil 1-choragida Nurota tuman bo'limi tomonidan 192 ta korxona bilan atrof-muhitni ifloslantirganligi uchun chiqindilarni joylashtirish uchun kompensatsiya to'lovlari hisobotlari Ekofond dasturida shakllantirilgan. Nurota tuman bo'limi chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish yo'nalishida inspektorlar tomonidan 7 marotaba 2 ta korxona va tashkilotlarda, ta'lim va muassasalarda targ'ibot ishlari olib borilgan. Nurota tuman hududida maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish uchun bitta Miroshoh Komfort Servis MCH tomonidan 2025-yil 1-choragi davomida korxona tomonidan 3300 metr kub maishiy chiqindi maxsus poligonga joylashtirilgan. Nurota tuman ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'limi chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish yo'nalishi bo'yicha muntazam ravishda reyd tadbirlari o'tkazilib, noqonuniy chiqindixonalar aniqlash va ularga barham berish choralari ko'rib kelinmoqda. 2025-yil 1-chorak davomida chiqindilarni yo'nalishi bo'yicha 20 nafar fuqaroga 7,700 ming miqdorida jarima belgilanib, jarimalar o'z vaqtida undirilgan. Tuman ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'limi tomonidan 25-yil 1-chorak davomida suv, yer resurslari, yer osti boyliklarini muhofaza qilish sohasida doimiy ravishda reyd tadbirlari o'tkazilib kelinmoqda. Shu jumladan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 70-moddasi 1-qismi bilan 9 nafar fuqaroga 33,750 ming so'm jarima summasi belgilanib, fuqarolar jarima qarzdorlik imtiyozli muddat ichida undirib olindi. Suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonun talablari buzgan 5 nafar fuqaroga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 72-moddasi 1-qismi bilan 5,625 million so'm jarima belgilanib, belgilangan jarima qarzdorlik imtiyozi muddati ichida 4 ta fuqarolardan undirilib qolgan bittasi esa MIB byurosiga yuborilgan. Atmosfera havosini muhofaza qilish yo'nalishi bo'yicha tumanda 1 va 2 toifaga kiruvchi sanoat korxonalar hududida va unga tutash hududlarida yashil makon umumiy loyihasi doirasida yashil bloklar barpo etish rejalashtirilgan bo'lib, 2024-yil bahor va kuz mavsumlarida Navoiy KMZ 6 hududida 22,910 dona ko'chatlar ekilgan. Nurota yo'llardan foydalanish korxonasi tomonidan 4,000 dona ko'chatlar yashil belbog' uchun ekilgan. 2025-yil bahor mavsumida yashil belbog'lar uchun 20,700 dona ko'chat ekilgan. Ekilgan ko'chatlar yashil makon eko platformasiga kiritilib tasdiqlangan. Bioxilmahillik va muhofaza etilgan tabiiy hududlar masalalari yo'nalishi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan to'xtalib o'tadigan bo'lsa, 2025-yil 1-choragi davomida Nurota tuman bioxilmahillik yo'nalishi tomonidan inspektorlar tomonidan 7 ta qonun buzish holatlari, ularga nisbatan 13,225 ming so'm miqdorida jarima belgilanib, tabiatga yetkazilgan zarar esa 2,380 ming so'm tashkil qilgan. Yashil makon umumiy loyihasini amalga oshirish aksiyasiga asosan tuman bo'yicha korxona, tashkilot va fuqarolar tomonidan bahor mavsumida 662 ming tub mevali va manzarali saksovul buta ko'chatlari ekish rejalashtirilgan bo'lib, amalda rejaga nisbatan 108% ga bajarildi. Qisqacha ma'lumotim shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.